Xo'sh, 28-mart kuni ikkinchi smenada tushgan 43-savolni yechimini qilamiz. Masalada aytyaptiki, noma'lum o'simlik mikrosporotsitlarining 25% 1/4 qismi mikrospora hosil qildi. Mikrosporani esa 80% dan spermiy hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan mikrospora va spermiy 1196 ta. Ulardagi xromosomalar farqi 3312 ta bo'lsa, quyidagi narsalarni topar ekanmiz. Dastlabki mikrosporotsitdagi xromosoma sonini topishimiz kerak ekan. Mana bu mikrosporotsit ikki xil holatda bo'ladi. Hop, mana bu. Hop, bu ikki xil hujayra mana bu meyoz bo'linib to'rtta mikrosporani hosil qiladi. Mana bular mikrospora to'rttasi. Mikrospora. Xo'sh, endi shu mikrosporalarni biz X deb belgilasak, jam mikrosporalarni X deb belgilasak, shuni 80% dan spermiya hosil bo'libdi. Demak, birinchimiz bu. Bu 100% mi X? Shuni 80% qancha deb topib olamiz birinchi. 0.8 x ga teng bo'ladi. 0.8 x dan nima hosil bo'lgan desa, spermiya hosil bo'libdi. Endi qarang, ikkinchi ishimiz. Xo'sh, bitta mikrosporadan mana bu yerda ko'rsatib qo'yganman. Ikkita spermiya hosil bo'lyapti. Bitta generativ hujayra, bitta vegetativ hujayra. Hop, generativ hujayradan ikkita spermiya, vegetativ hujayradan nay hosil bo'ladi. Xo'sh, bitta demak mikrosporadan ikkita spermiya hosil bo'lar ekan. Bizda mikrospora qancha edi? 0.8 x deydi. Qancha spermiya hosil bo'lgan desak, 1.6 x ta spermiya hosil bo'lgan. Endi masalada aytyapti, qarang. Hosil bo'lgan mikrospora va spermiy yig'indisi 1196 ekan. Mana mikrosporotsitdan hosil bo'lgan mikrosporotsit uchib ketibdi. Mikrosporotsit hosil bo'lgan mikrospora. Buni men X deb belgiladim. Hali mikrosporotsit topmadik. Endi topamiz. Hop. Birinchi mana buni yozib olamiz. Hosil bo'lgan mikrospora bizda X edi, qo'shamiz. Va hosil bo'lgan spermiya qancha hosil bo'ldi? 1.6 x. Shu teng ekan 1196 ga. Hop, jami 2.6 x bo'ladi. 2.6 x imiz 1196 ga teng. X imiz 460 ga teng. Demak, mikrosporalar soni nechta ekan? Mikrospora 460 ta ekan. Xo'sh, bu uchinchi ish desak, bizda aslida nimani so'rayapti? Dastlabki mikrosporotsitdagi xromosoma sonini so'rabdi. Buning uchun mana bu yerda masalan shart aytyapti, o'simlik mikrosporotsitlarining 25% dan mikrospora hosil bo'libdi. Hop, mana keyingi ishimiz. Bitta mikrosporotsitdan 4 ta mikrospora hosil bo'ladi. Bizda mikrospora nechta? 460 ta edi. Shundan nechta mikrospora hosil bo'ladi? Bo'lishini nechta mikrosporotsitdan 460 ta mikrospora hosil bo'lganini topib olamiz. Buning uchun 4 ga bo'lamiz. Hop, 115 ga teng bo'ladi.
115 ga. Xo'sh. Demak, mikrosporatitlar 115 ekan. Bu necha foizi desa, 25% 115 ga teng. 25%, ya'ni 1 taqsim 4 qismi biz 100% ni topamiz. 100% ni topadigan bo'lsak, shu 115 ni 4 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Yani 460 ga teng. Demak, jami mikrosporotit nechta ekan? Mikrosporotit. Hop, demak 460 ta ekan. Xo'sh. Endi bundagi xromosomaning sonini topishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz desa, mana ulardagi xromosomalar farqidan foydalanamiz. Demak, mikrospora va spermiy, mikrospora bilan spermiy xromosoma farqi 3312 ga teng ekan. Endi bundan foydalanib biz xromosomasini topib olamiz, noma'lum o'simlikni. Mana bu 1.6ximiz 1.6ximiz spermiy soni edi. 1.6ximiz. Xo'sh, mana bizda spermiy bilan mikrosporani farqi deyapti. Mikrosporamiz qancha edi? Mikrosporadagi xromosoma farqi. Mikrosporamiz X edi. Yozay, 6-ish deb turib. Demak, mikrosporamiz X, qo'shamiz unga 1.6x bu spermiy. Ayruv qilar ekanmiz. Hop. Ya'ni spermiyning xromosomasi ko'proq-ku, 1.6x X dagi xromosomalardan ko'proq hisoblanadi. Shuning uchun 1.6x dan ayiramiz X ni xromosomasini. Shuni ayirib olaylik deb birinchi. Shunda 0.6x ga teng bo'lar ekan. Bizda x'imiz necha? X'imiz bizda mana bu yerga yozaman, 7-ish deb. 0.6 ko'paygan x'imiz qani? X 460 ga chiqdi. 460 ga ko'paytirsak 276 ga teng bo'ladi. Farqi 276 ga teng ekan. Endi shu farqdagi xromosoma soni, ya'ni xromosomani bilmaymiz-ku. Misol uchun mana buni undoq qilib yozishimiz kerak edi aslida. 1.6 ko'paygan 460 bu nima desa spermiy soni. Shu spermiydagi xromosoma sonini topish uchun xromosomasi X-ku. X demaylik-da, X desa chalib qolamiz. A xromosomasi bor deylik. Hop, shundan ayirib o'ramiz. 460 ta mikrospora bor edi, unda ham A xromosoma bor. Shuni farqini nechaga teng desa 3312 ga teng ekan. Demak, mana buni shunday qilsak ham bo'ladi. Ya'ni 276 farq ko'paytirib A ga, ya'ni 276 A teng 3312. Shunda A teng bo'ladi 3312 taqsim 276 12 ga. A holati biz mikrospora va mikrospora bilan spermiyni naborlar, ya'ni xromosomalari farqini topdik. Bularning xromosomalari mana yozib qo'yganman, N holatda bo'ladi. N, ya'ni gaploid holatda. Ya'ni 12 N holatiga teng ekan. 2 N holati 24 ga teng. Demak, mikrosporatitdagi xromosoma sonini topishimiz uchun mikrosporatitimiz nechta chiqdi jami? 460 ta chiqdi. Shuni ko'paytirib qo'yamiz. Mikrosporotit nabori 2 n bo'ladi. 24 ga. 460 ko'paygan 24. 11040. Bu A uchun javob. Hop. Keyingisi
B'sida spermiyning 1/2 qismidan hosil bo'lgan urug' sonini toping. Spermiy bizda qancha edi? Hop, 9. Spermiy 1,6 ko'paygan 460 ta edi spermiy. 1,6 ko'paygan 460. Ya'ni 736 ta nima bor ekan? Spermiy bor ekan. Spermiyni nima debdi? Yarmidan urug' hosil bo'libdi. Demak, keyingisi 736 ni bo'lamiz 2 ga. 2 ga bo'lsak 368. Endi 368 tasi spermiydan nechta urug' hosil bo'ladi debdi. 368 ta spermiyni 184 tasi markaziy hujayrani, 184 tasi tuxum hujayra urug'lantirgani ishtirok etadi. Tuxum hujayra mana bu markaziy hujayra desak, endi bitta urug' tarkibida bitta shu markaziy hujayra, bitta tuxum hujayra bo'ladi. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsa, bitta urug'ga 2 ta spermiy ketadigan bo'lsa, 368 ni bo'ladigan bo'lsa 2 ga 184 ta urug' hosil bo'lar ekan. Bu B'si uchun javob edi. Hop, keyingisi so'ragan, keyingisida spermiy hosil qilmagan mikrosporadagi xromosom sonini aniqlang. Bizda jami mikrospora 460 ta edi. 460 ta. Endi 460 ko'paytiramiz, ayirib olamiz. 460 yoki bundoq qilsak ham bo'lar ekan. 20% ku qatnashmagani. 460 ni ko'paytiramiz 0,2 ga. Ko'paygan 0,2. 92 ta mikrosporadagi xromosom sonini so'rayapti. Oxirgi ishimiz 92 ni ko'paytirib qo'yamiz 12 ga, chunki mikrosporani nabori eng holatga teng. 1104. Bu C'si uchun javob hisoblanadi.